Istig'forning 40 xosiyati. Birinchisi, Allohga itoatgo'y banda istig'for aytadi. Ikkinchisi, istig'for aytgan banda payg'ambarlar, solihlar yo'lidan yuradi. Uchinchisi, istig'for aytgan odam iymon halovatiga erishadi. To'rtinchisi, istig'for bandani gunohlardan poklaydi. Beshinchisi, istig'for aytgan odamning gunohlari savobli ishlarga almashtiriladi. Oltinchisi, istig'for aytgan odamga ne'matlar ko'paytirib beriladi. Yettinchisi, istig'for bandaning martabasini ko'taradi. Sakkizinchisi, baxt, saodat, tinchlik, xotirjamlik olib keladi. To'qqizinchisi, istig'for tufayli odamlar ham jamiyat ham buzuqliklardan poklanadi. 10-si, istig'for yomg'ir yog'ishiga sabab bo'ladi. 11-si, mol dunyoga baraka kiritadi. 12-si, istig'for aytgan inson farzand ne'mati bilan siylanadi. 13-si, dehqonchilik, chorvachilikdagi unumdorlik ham istig'for aytish bilan uzviy bog'liq. 14-si, istig'for aytuvchi jahannamdan najot topadi. 15-si, istig'for bandaning jannatga kirishiga sabab bo'ladi. 16-si, istig'for Allohning rahmati tushishiga, banda holati ijobiy tomonga o'zgarishiga sabab bo'ladi, yaxshiliklarni ko'paytiradi. 17-si, istig'for tanani baquvvat, sog'lom qiladi, kasalliklarni aritadi. 18-si, istig'for aytgan odamning hayoti farovon bo'ladi. 19-si, istig'for bilan vatan tinch bo'ladi, el yurt taraqqiy etadi. 20-si, istig'for inson ko'nglini xotirjam qiladi. 21-si, boshga tushgan balolarni daf etadi. 22-si, bandani Allohga yaqinlashtiradi. 23-si, istig'for aytgan odam Allohning marhamatiga sazovor bo'ladi. 24-si, istig'for majlis kafforatidir. 25-si, istig'for g'iybatga kafforat bo'ladi. 26-si, shayton vasvasasini qaytaradi. 27-si, Alloh istig'for aytgan bandani yaxshi ko'radi. 28-si, istig'for aytish Allohni rozi qiladi. 29-si, g'am tashvishlarni ketkazadi. 30-si, xursandchilik olib keladi. 31-si, yuzni nurli qiladi. 32-si, rizq kelishini osonlashtiradi. 33-si, istig'for aytgan odamning duosi qabul bo'ladi. 34-si, Alloh istig'for aytuvchining og'irini yengil qiladi. 35-si, ko'p istig'for aytgan odam qiyomat kuni nomai a'molini ko'rib xursand bo'ladi. 36-si, olamdan o'tib ketgan ota-onalar farzandlari aytgan istig'for tufayli jannatda yuqori martabaga ko'tarilishadi. 37-si, istig'for odamni tushkunlikdan xalos etadi. 38-si, hasrat nadomatni, pushaymonni ketkazadi. 39-si, qalbni tiniqlashtiradi. 40-si, istig'for aytgan odamning rizqi keng bo'ladi, kasb koriga baraka kiradi. So'nggi qism, xotima. Yo Alloh, bizning katta-yu kichik, avvalgi-yu oxirgi, oshkora-yu maxfiy gunohlarimizni kechir. Sendan o'zga iloh yo'q. O'zing mehribonsan, karaming keng, fazling ulug'. Holimizga rahim ayla. Yo Alloh, bizni iymon bilan o'tgan ajdodlarimizni, ota-onalarimizni, barcha mo'min mo'mina, muslim muslimalarni mag'firat qil. Yo Alloh, sendan omonlik, farovonlik, tinchlik, salomatlik so'raymiz. Yo Alloh, qalbimizni pokla, tan jonimizni sog' qil.
Yurtimiz tinchligini bardavom ayla. Diyorimizdan xayr barakangni aritma. Yo Alloh, boshimizdan turli musibat, ofatlarni daf et. Fitnalardan omon saqla. Ishlarimizni o'ngla. Yo Alloh, bizlarga dunyoda ham, oxiratda ham yaxshilik ato et. Jahannam azobidan asra. O'zingga behisob hamd va sanolar aytamiz. Sarvarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zot oila a'zolariga, sahobai kiromlariga salovatlar, salomlar yo'llaymiz. Ziyovuddin Rahimning Istig'forning 40 xosiyati kitobidan. Toshkent 2015-2017 yillar.